Maxsus internat maktabda o'qiyotgan o'quvchini inklyuziv tartibdagi umumta'lim maktabga o'tkazish tartibi. Ixtisoslashtirilgan maxsus maktablar bu nogironligi bor bolalarni o'qitadigan va davolaydigan maxsus maktabdir. Inklyuziv maktab bu nogironligi bor bolalar hamma bolalar bilan birga o'qishi uchun maxsus sharoitlar yaratilgan umumiy maktabdir. Sizning maxsus maktabda o'qiydigan bolangizda jismoniy yoki ruhiy nogironlikning yengil darajasi bo'lsa, o'zingiz yashaydigan joydagi inklyuziv maktabga o'tkazishingiz mumkin. Yengil darajadagi nogironlik turlari bular: ruhiy rivojlanishdan orqada qolishning yengil turi, yengil darajadagi aqli zaiflik, zaif eshitish, zaif ko'rish, bolalardagi yengil falajlik va boshqalardir. Inklyuziv maktabda nogironligi bor bola uchun kerakli sharoit yaratilgan bo'lsa, bolani maxsus maktabdan inklyuziv maktabga o'tkazish mumkin. Siz xohlagan vaqtingiz nogironligi bor bolangizni maxsus maktabdan inklyuziv maktabga o'tkazishingiz mumkin. Maxsus maktabdan inklyuziv maktabga bolani o'tkazish uchun bolada 2 yoki 3 guruh nogironlik bo'lishi kerak. 1 guruh nogironligi bor bolani inklyuziv maktabda o'qitish mumkin emas. Masalan, umuman ko'zi ko'rmaydigan yoki yura olmaydigan 1 guruh nogironligi bor bola inklyuziv maktabda o'qishi mumkin emas. Siz bolangizni maxsus maktabdan inklyuziv maktabga o'tkazish uchun tuman, shahar, maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasiga ariza berishingiz kerak. Arizani tekshiruv guruhi ko'rib chiqadi. Shifokorlar guruhi yaxshi xulosa bersa, maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi o'sha kunning o'zida yo'llanma beradi. Yo'llanma berilgandan keyin siz bolangizning tanlagan maktabiga o'qishini ko'chirishingiz mumkin. Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi yo'llanma bergani haqida bolangiz o'qiyotgan maxsus maktabga xat yuboradi. Maxsus maktab direktori xatni olganidan keyin bolangizni o'quvchilar ro'yxatidan chiqarish haqida buyruq beradi. Direktor buyruq bilan sizni tanishtirib, imzo qo'ydirishi kerak. Siz inklyuziv maktab direktoriga berishingiz kerak bo'lgan maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi bergan yo'llanma, shifokorlar xulosasi va boshqa kerakli hujjatlardir. Siz inklyuziv maktab direktori nomiga bolangizni shu maktabga o'qitish uchun ariza yozishingiz kerak. Maktab direktori shu kunning o'zida nogironligi bor bolani maktabning inklyuziv sinfdagi o'quvchilar ro'yxatiga kiritish haqida buyruq chiqaradi. Inklyuziv maktab direktori bolangiz darslardan qolib ketmasligi uchun sharoit yaratib berishi kerak. Shifokorlar guruhining arizalarni ko'rib chiqish tartibi. Boladagi nogironlik holatini og'irlik darajasini tekshirish, bola inklyuziv maktabda o'qiyotganida undagi nogironlik kuchayib ketishi mumkin bo'lgan holatlarni aniqlash, bolani inklyuziv maktabga moslashishini o'rganish, ko'rish va nutq eshitishda nogironligi bor bolalar uchun inklyuziv maktablar tashkil etilmagan. Bola maxsus maktabdan inklyuziv maktabga o'tganda nogironlik nafaqa pulini o'zi olishi mumkin bo'ladi.